Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun 3-iyun sanasi 2025-yil tungi soat 23:40. Hurmatli do'stlar, mana e'tibor qilayotgan bo'lsalaringiz, mana shu bodring barglarini mana shunday katta qilib qandaydir hasharot yeb ketyapti. Lekin buni biz kunduz kuni o'sha hasharot nima ekanligini axtarib hech topolmadik. Chunki o'sha barg taglarida hasharot yo'q. Endi asosan bor bo'lgan hasharotlar ham o'sha kunduz kuni kesak taglarida yashirinib yotib, kechasi chiqadigan hasharot turlari ham bor. Endi kunduz kuni topolmagandan keyin kechasi ov qilishga chiqdik. Ya'ni mana shu qarang, bodringlarni katta qilib yeb ketayotgan hasharot nima ekanligini aniqlash maqsadida. Xo'p. Mana qarang. Mana qo'ng'iz. Mana e'tibor qilyapsiz. Bu Colorado qo'ng'iziga o'xshash qo'ng'iz. Mana bu bodringning barglarini yeydigan asosiy hasharot, o'g'ri hasharot. Mana shu ekan, juda ham bir puxta, juda ham bir aqlli jonzot ekan. Buni olib hozir buni yo'q qilamiz. Mana barglarni, demak, xo'p, nobud qilayotgan, yeb mana shunday teshib tashlayotgan Colorado qo'ng'izi ekanligini aniqladik. Endi hozir yana axtaraman. Bodringning o'zini ham o'sha, mana qarang, bodringlarimizni ko'ryapsiz. Hosillari yaxshi bo'ladi, o'ziga yarasha. Endi 60 ming, 70 minglik urug' bo'lgandan keyin, 60 so'm, 70 so'mlik urug' bo'lgandan keyin puliga yarasha. Xullas. Endi shu bodringni mana shu joylarini yeb ketyapti yana bir qandaydir hasharot. Uni ham axtarishga harakat qilamiz. Mana hurmatli do'stlar, bodringning sirtini, mana o'tgan safar terimdan qolib ketgan bodring mana shunday qilib sirtini yeb ketyapti. Mana buni ham shu o'g'ri zararkunanda hasharotni topdik. Mana ko'rib turibsiz, shilliq qurt. Demak, bu biz bergan o'sha oziqlantirgan tabiiy o'g'itimizdan bu qochmagan, lekin boshqa hasharotlar, uchuvchi hasharotlar, tripslar qochdi. Lekin o'sha Colorado qo'ng'izi hamda mana ko'rib turibsiz, shilliq qurt qochmagan. Endi xudo xolasa bunga ham ertaga yoki indinga dori tayyorlab, bularga qarshi keskin qirish maqsadida, chora ko'rish maqsadida dori tayyorlaymiz. Yanagi navbatdagi videomizda uchrashguncha xayr salomat bo'ling. Demak, yanagi videomizda sizlarga Colorado qo'ng'izi hamda mana shunday shilliq qurtga qarshi, demak, tabiiy retsept tayyorlaymiz. Kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.